maktablar o'rtasida 53 ta maktab o'rtasida olimpiada tanlovlari bo'lib o'tadi. Unda har bir sinf o'quvchilari ishtirok etadi. Mana shunday tanlovlarda bizning o'quvchilarimiz ham, o'qituvchilarimizning bir sa'y harakatlari bilan yuqori o'rinlarni olishgan. Hozir shu tabrikni o'qib eshittirmoqchiman. Yosh avlodga sifatli ta'lim va tarbiya berishdagi fidokorona mehnati hamda kimyo fanidan o'quvchilarini tuman olimpiadasida munosib tayyorlab, faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritganligi uchun kimyo fani o'qituvchisi Umarova Dinara Isroilovna faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Жураевнаны faxriy yorliq deb marapatlaymiz. Bu galda o'quvchisi 3-o'rin olgan respublikada algani uchun marapatlaymiz. Yana shu bilan bir qatorda bizning maktabimizda faoliyat yuritayotgan ajoyib ustozlarimiz bor. Yosh avlodni bilimli, odobli va vatanparvar etib tarbiyalashdagi samarali mehnati, boshlang'ich ta'lim rivojiga qo'shilayotgan munosib hissasi hamda ta'lim, tarbiya jarayonidagi fidoyiligi uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisi Mashtayeva Darixa Useynovna faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Xuddi shunday faxriy yorliq bilan To'tayeva Janat Nazarbayevna marhamat. Yana xuddi shunday o'tgan faoliyati qilayotgan ishlari bilan o'rnak bo'layotgan ustozlarimizdan Janzakova Aliya Juldasbayevna. Yana maktabimiz psixologi Shukurova Muqaddas. Hurmatli ustoz, sizning bilim va tajribangiz, sabr toqatingiz hamda yuksak ma'naviyatingiz bizning kamolatimiz va kelajak sari qadam tashlashimizda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Sizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Mehnatingiz doimo qadrlansin. 11-sinf rahbari Gulayxon Mirzabayeva. Sinf rahbari Karimbayeva Dinara. 9-sinf rahbari Janzakova Aliya. 8-sinf rahbari Nurbek Turdayev. 7-sinf rahbari Alimbekova Ahmarar. 4-sinf Altayeva To'ygul. 4-sinf Janzakova Ma'mun. 3-sinf Nishanova Aygin. 2-sinf To'tayeva Janar. Va oxirgi 1-sinf o'qituvchimiz Mashtayeva Darixa. Bizda bilasiz, maktablar o'rtasida katta tanlovlar o'tkaziladi. Shunday tanlovlardan biri Turon teatri hozirgi kundagi eng dolzarb nimalardan bo'lib qoldi. Shunda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani 9-sonli umumta'lim maktabda tashkil etilgan Turon teatrida yuqori iste'dodli
uchun 9-sinf o'quvchisi Turanov Beksulton faxriy yorliq bilan taqdirlanadi.